Bugun sizlar bilan Xitoydagi ikkinchi qo'l mashinalar nech pul turishligini birgalikda ko'rib chiqamiz. 2013 Chevrolet Cruze 1.8 motor $4,000. 2013 Malibu 1 1.6 turbo $5,500. 2013 2 litr motor Mazda 6 $6,000. O'zimizning Captiva 2014 2 tur motor va 7 kishilik Pony Privet $7,000. Mercedes S-Class 2013-yil 1.8 motor $10,000. 2019 1.5 turbo o'zimizda Equinox $10,000. 2017 BMW 1 118i $11,000. 2017 2 motor Cadillac ATS L $15,000. Va o'zimizda katta bolalarda Gentrasini puliga BMW dan 328 Li 2013 2 turbo Luxury Competition $14,000. Ushbu videomiz 5000 ta like yig'sa, ikkinchi qism Luxury mashinalar videosini chiqaramiz. Hammaga rahmat.